Bir oyda Amirxon Umarov o'zining YouTube kanalidan 45,000 AQSh dollar topadi degan videolar bor. To'g'risi. Rahmat. Yo'q, unaqa pul topmaymiz. Lekin bir narsani aytishim mumkin. YouTube'da biz soliq to'laymiz. YouTube bo'yicha demak 1,5 yil bo'ldi va biz 200,000 dollar atrofida pul topganmiz YouTube orqali. Bu degani o'zbek so'mida 2 milliard atrofida 1,5-2 yil ichida. Mana bunga qarshi chasanglar bo'ladi. Menimcha bu informatsiyani hozir Interview TV ham sizlarga subyektiv ham etmaydi, qancha daromad topishlarini. Men ochiqni aytdim. Shuncha pul topamiz va bu pulni demak rahmat. Bu pulni demak bizani loyihamiz uchun ishlatiladigan sarf xarajatlarimiz bor.